Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Biz Urganch shahar Городской больницасының yanında. Şu yerda 4 qavatli domimizni ikkinchi qavatında 3 xona 370 milyon so'mga chiqqan ekan. Şimdi birgalikda ko'rib chiqamiz desa ketdik. Aziz yurtdoshlar, ikkinchi qavatga keldik. Aytib o'tganimdek 4 qavatli domda ikkinchi qavatında 3 xona. Eshiklarimiz sifatli yaxshi eshikdan o'rnatilgan ekan, lekin ishon tarafimiz remontga kelib turibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bak, bu 3 xona bo'ladi. Birini перегородкасini olib tashlab, xonani qo'shib berib, katta donat qo'yibdilar. Doğrumuzda zal, yanımızda bir katta yana bir spalni. Mesela bir yandan ko'rib chiqaveramiz. Zamonaviy kotел bor ekan, doğrumuzdan regisi o'rnatilgan. Birimiz yana bir katta zal birini spalni qo'yibdilar ekan. Bu görüp durgan iki xonamızdan 560'a 310. Birimizden bir katta xonasi. Bahası 370 milyon so'm ekan. Üstünde gap kelishaverasizlar. Bu yanımız hojatxonasi. Bu yanımız vonna joyi. Böyle reisi tashlab qo'yibdi. Bu yanımız kuxnya. Bu yerda ko'rib turgan jihozlarimiz yetadi. Bu yerimiz 2 metr 6 metrlik verandasi, balkon. Bu yanda stenli kotел ishini o'rnatilgan. Bu yerda ko'rib turgan narsalarimiz qoladi. Bahası şu 370 milyon so'm aziz yurtdoshlar. Ekrandagi nomerlarga murojaat etaverasizlar. Keyingi roliklarda sog'lom bo'lib ishlaringiz omin.